Muhtojlik. Gulmira kenja farzand. Oiladagi 8 bolaning suprakoqtisi. To'ng'ich akasi o'zidan naq 20 yosh katta. Opasining esa o'zi qatori qizi bor. Dasturxon atrofida jam bo'lsalar, kattalarga xos suhbatlar bola qalbini erta ulg'aytirgandek. Dadasining pinjiga tiqilib o'tiradigan 9 yoshli qizaloq taomdan so'ng hamma qatori Fotihaga qo'l ochib, otasi doim takrorlaydigan: "Hammangni chiqqan tepang baland bo'lsin, ilohim bir-biringga muhtoj qilmasin" degan duosiga qo'shilib pichirlaydi. Har safar shu jumlalarni eshitganida negadir akalari qo'y boqib yuradigan tepaliklar ko'z oldida gavdalanadi. 8 ta tepalik, 8 ta jon. Har biri o'z tepaligining eng baland nuqtasidan bir-biriga tikilib turibdi. Yangasining "Bolani olasizmi? Idish yubaman" degan xitobi xayollarini to'zitib yubordi. Birin-ketin tug'ilgan jiyanlarini katta qilishib, bolaligi ham o'tib ketibdi. Kim yig'in qilsa, kim farzandli bo'lsa, Gulmira dastyor. Hatto opalari to'yga ketsa ham shu katta bolalariga enaga. Yillarni quvib, jondan aziz duogo'ylari ota-onasini ham birin-ketin olib ketdi. Oilaning kattalari marakalarning maslahati bilan ovora paytda qizgina burchakda silkinib yig'lab yurdi. Dunyoyu deganlarining charxalagi bir maromda aylanaverar ekan. Hash-pash deguncha maktabni ham tamomlab, yangi hayot ostonasida turgan qahramonimiz hamisha hamdardi bo'lgan dilbar ustozi kabi muallima bo'lish orzusida edi. Ustozi ko'magida tayyorgarlikni ham boshlab yubordi. Orziqib kutilgan kun, imtihon javoblari haqidagi xabarni ko'rib, yuragi tez-tez urdi. U talaba bo'lgan edi. To'lov shartnoma asosida. Sentyabr. Poytaxt bayram og'ushida. Gulzor opasi uning o'qishga kirganini eshitib, "Biznikida tura qol, pochchang bu yil ham kelmas ekan, yana ozroq ishlarmish" deganini eshitib, qanot qoqib yetib keldi shaharga. Universitetdagi darslar, talabalik davri uning hayotiga yorqin ranglar baxsh etgandi. Tabiatan tirishqoq Gulmira ishga ham kirib ulgurdi. 24 soat ishlaydigan mashhur do'konda kassir. Harna opasiga yordam. Bu yerda o'zi kabi dugonalari bilan juda ahil. Ayniqsa, dugonasi Mashhura bilan. Nafaqat o'rtoq, hamdarddek go'yo. Oliygohdagi o'qishlari ham a'lo. Faqat birgina narsa qiynaydi. Shartnoma to'lov muddati yaqinlashmoqda. Ishdan kech qaytgan Gulmira yo'l-yo'lakay olgan nonini oshxonaga qo'yib, opasi yotgan xonaning eshigini ohista taqillatdi. Ishqilib, kayfiyati yaxshi bo'lsin. Uyqusirab, bir ko'zini qisibroq qarab turgan opasiga past ovozda gap boshladi. "Uzr, opajon, ertalab o'qishga erta ketamanmi deb hozir bezovta qildim. Menga qarz berib tura olasizmi? Shartnoma pulini bugun erta to'lamasam, imtihonga ruxsat yo'q ekan. Oyligimdan albatta uzaman." Opasi uyquli ko'zlari bilan: "Pochchangdan so'raychi, pul jo'natsa berib turarman. Bo'ldi endi uxla" deb esnab xonasiga kirib ketdi. Rahmat va mag'firat oyi Ramazonda iftorlik uchun kattayu kichik farzandlar ota hovlida jam bo'lishdi. Gulmira ota-onasini eslabmi, shartnoma pulini to'lay olmayotganini o'ylab ezilibmi, bolaligi o'tgan xonaga kirib, to'yib yig'lab oldi. 3 kun bo'ldi. Opasining og'ziga termuladi. Sado yo'q. Osh suzilib, hamma gangur-gungur suhbatlashib o'tirgan pallada Gulzora opasi: "Gulmirani o'qishini birortangiz surishtirmaysiz ham? O'zim shaharda zo'rg'a kun ko'rsam, ham boqib o'tiribman. Endi shartnoma pulini ham to'lashim kerak ekan. Qarz bering deyapti. Mayli, pochchasidan olib berarman. Shunaqa paytda jigar kerak." Uning
qolgan gaplarini eshitolmay yuragi tez-tez ura boshladi. Nimagadir o'zini judayam ojiz, nochor his qilib, o'zi halovat topadigan xonasiga kirib ketdi. Bo'g'zini kuydirgan yig'i bilan uxlab qolibdi. Tushida o'sha bolalik tasavvuridagi baland tepalikda emish. Shamol sochlarini o'ynar, otasi duoga qo'l ochib turganmish. Telefonining sokin musiqasiga uyg'ongan Gulmira dugonasi Mashhuraning "Guli, nega telefoning o'chiq? Yo qishloqdamisan? Kechadan buyon qo'ng'iroq qilaman. Zo'r xushxabarim bor. Do'kon egasi Zafar aka majlis qilib, kecha ishchi talabalarga zakot sifatida kontrakt pulini to'lab berishlarini aytdilar. Tavba, endi eshitishim. Zakotning sharti uning zakotligini aytib, qo'liga berish va olgan odamga olgani uchun rahmat aytish ekan. Hey, eshityapsanmi? Tezroq kel. Qo'lingga pulni beradilar-u, senga rahmat ham aytadilar. Qoyilmisan? Shu paytda Gulmira ko'z yoshi yuzini yuvib, Razzoq zotga hamd aytar edi. Go'yoki tushida ko'rgani, duoga qo'l ochib turgan otasiga qo'shilib pichirlardi. Ilohim, hammangni chiqqan tepang baland bo'lsin. Bir-biringga muhtoj qilmasin.